Hozirgi videomiz biz qanaqa qilib mijozimiz Anisa Bayevaga 2 oy davomida ishlab, hech qanaqa targetga budjet ajratmasdan turib 100 ming plus obunachi olib kelganimiz haqida bo'ladi. Ya'ni biz Anisa bilan ishni boshlashimizdan oldin u kishining obunachilari 43 ming edi. Va ularga orada perirev bilan bo'ldi. Mana 30 kun uzluksiz ishlamadik, bo'ldi perirev, chunki biz maksimalni klientlarni vaqtlariga qarab, ya'ni ularni grafikiga qarab ishlaymiz. Bo'ldi, mana shu lekin 2 oylik to'lov, mana shu 2 oylik proyektni yurg'izganimizda Anisaga 100 mingdan oshiq obunachi kirdi va bundan juda ham xursandmiz. Va natijalar nima desam, faqat sifrada bo'lmadi, ya'ni faqat obunachi sonida bo'lmadi, balki natijalarimiz daromadda ham bo'ldi. Chunki biz mijozni olganda, mijoz bilan gaplashganda biz полностью dekompozitsiya qilib chiqamiz. Qanaqa qilsak bo'ladi, nimalar qilamiz, qanaqa qilsak bizga daromad keladi, nima qilsak bizning reputatsiyamiz oshadi, nima strategiya qo'llaymiz, hammasini oldindan kelishib gaplashib olamiz. Ko'pchilik bu natijalarni faqat video uchun bo'ldi deb o'ylaydi, lekin video влияет, ya'ni ta'sir qiladi. Buni o'rni bor, lekin bu yoqda natijaga sabab ko'proq strategiya. Ya'ni qanaqa qilib strategiya qurganimiz. Mana shu video davomida sizga mana shu nimalar qilganimizni qadam-ba-qadam hammasini yashirmasdan hozir aytaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu sizga ham foydali bo'lishi mumkin. Faqat vizajistlar uchun emas bu. Chunki bu endi ekspertimiz vizajist, hozir Samarqandda top ekspertlardan hisoblanadilar. Bu faqat vizajistlar uchun emas. Siz buni olib turib, aynan mana shu strategiyani olib turib, o'zingizning biznesingizda ham foydalansangiz bo'ladi va sizda ham natija mana shunday zo'r bo'ladi. Inshaalloh ishlatib ko'rsangiz. Bu qadamlarni aytib berishdan oldin men ozgina sizlarga o'zimni tanishtirmoqchiman, chunki mana hozir ko'pchilik taniydi, tanimaydiganlar ham bor. O'zim haqimda aytib bermoqchiman. Men Umida Abdullayeva, marketing va mana SMM sohasida уже 5 yildan ortiq biz hozirda jamoam bilan ishlayman. Jamoamda juda ham qoni qaynab turgan, juda ham talantli, iste'dodli bolalar bor va mana shu natijamiz deb o'ylayman. Komandni ish bizaniki. Bir kishining mehnati ortidan bo'lmaydi. Buni qilsa bo'ladi. Yaxshi natijaga chiqishning juda ko'p faktorlari bor. Bularni ham men shu o'rinda o'z o'rni borligini aytib o'tmoqchiman. O'zi bu video Anisa Bayevaning strategiyasi haqida ozgina o'zim haqimda ma'lumot berdim. Biz hozir juda ko'plab top Samarqandda top ekspertlar bilan ishlaymiz. Ya'ni o'z sohasi bo'yicha toplar bilan. Endi boshlaganlar bo'lmadi. Shunaqalar ham keldi. Aynan biznes yo'nalishida ham biz proyekt olamiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, faqat vizajist bilan ishlaysizmi yoki faqat tikuvchi bilan ishlaysizmi deb o'ylaydi. Yo'q, xohlagan soha bilan ishlay olamiz. Ya'ni faqat ekspert to'g'ri kelsa, uning qadriyati to'g'ri kelsa, unga agar mana shu natija qilib berishga ko'zimiz yetsa, xohlagan sohadagi ekspert bilan ishlay olamiz, biznes bilan ishlay olamiz. Bundan tashqari biz faqat proyektlar bilan emas, balki shogirdlar ham olamiz. Jamoamdagi juda ko'p bolalar aslida shogird bo'lib kelishgan, keyin komandada qolib, shu yo'nalishda pul topib boshlashgan va biz shu paytgacha 50 dan ortiq shogirdlar chiqardik. Juda ko'p bolalarga yo'nalish berdik, ko'rsatdik. Ular hozirda mana shu yo'nalish bo'yicha o'z faoliyatini olib boryapti, daromad qilyapti. Bundan biz juda ham xursandmiz. Faqat shu soha bo'yicha ishlaydiganlar emas, balki biznesda borlarni ham o'qitganmiz. Qanaqadir sohada ekspertlarni ham o'qitdik va o'qitib kelyapmiz. Mana shu bilimlarni olgan holatda mana hamma ham komanda bilan ishlay olmaydi. Ya'ni bu budjetdan kelib chiqadi, bu ish faoliyatidan, yo'nalishdan kelib chiqadi. Agar mana shu sizda ham jamoa bilan ishlash imkoniyati yo'q bo'lsa, bu narsani o'rganib o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni hozir men o'rgatadigan strategiyalarni, ya'ni qadamlarni o'rgangan holatda siz ham buni o'z biznesingizda, o'z yo'nalishingizda, blogingizda qo'llab turib, siz ham mana shunday natijalarga chiqsangiz bo'ladi.
Xo'p, qaranglar, qadamlarni o'rgatadigan bo'lsak, qadamimiz qanaqa bo'lgan? Birinchi navbatda biz yaxshilab o'rganib chiqganmiz. Ya'ni hozir aynan Anisa Bayevani pozitsiyalari qanaqa? U kishi juda zo'r vizajist, ya'ni mijozlari yetarlicha, ularni o'quvchilari yetarlicha, lekin biz shunaqa narsa qilganmizki, mana ishlari zo'r, уже o'z sohalari bo'yicha, vizajistlik bo'yicha уже masterlar. Mijozlar ham mamnun, lekin muammo nima bo'lgan? U kishi vizajist bo'lganlar, mana Samarqanddagi bo'lganlar, lekin u kishini faqat vizajist sifatida tanigan odamlar. Va to'g'ri Uznavoyimiz unaqa juda ko'p ham bo'lmagan, kam ham bo'lmagan. Bizning ishimiz qanaqa, nimadan iborat bo'lgan? Biz shunchaki mana u kishini akkauntlarini analiz qilganimizda, bilasizlarmi qanaqa bo'lgan akkaunt? Faqat qilingan ishlar, ya'ni klientlar. Faqat kelinlarni videosi, ya'ni obrazlarini u kishi qilgan make-uplarni videolari bo'lgan, ishlarni video, prosta portfolio vazifasini bajargan. Akkaunt bor, portfolio, akkaunt bor, u yoqda shaxsiy brend bor. Va mana shu Anisa Bayevada shaxsiy brend bo'lmagan, faqat portfolio formatda bo'lgan. U kishini shaxsan taniydiganlar biladi, lekin prям ekspert sifatida hech qachon gapirib chiqmagan bo'lganlar. Va biz mana shu narsani to'g'rilaganmiz, ya'ni u kishida odamlar u kishini shaxs sifatida tanishlarini biz ta'minlaganmiz. Mana juda ko'p ekspertlarda shunaqa muammo bor, ishi zo'r, prям ishimni ustasiman, shunchalik tajribaga egaman deydi. Ba'zilarda hech kim tanimaydi. Ya'ni shaxsiy brendi bo'lmaydi. Prям ishi, faqat ishi. Ba'zi vaqt shunaqa akkauntlar bor, ko'rsangiz necha yillik unaqa master, lekin uni o'zi yuzi qanaqaligini bilmaydi. Salonga kirganingizda shu akkauntni egasi kimligini bilmaydi. Ha, shu kishi shumi deb qoladigan vaziyatlar bo'ladi. Bu nimadan dalolat? Chunki akkaunt faqat portfolio vazifasini bajargandan keyin u yoqda kirgan odamni ko'rmaydi. Ya'ni biznes yoki ekspertni o'zini ko'rmagandan keyin u yoqda shaxsiyat bo'lmaydi. Har doim shaxsiy brend bu kerak, chunki siz hamma narsani yo'qotishingiz mumkin, даже akkauntni yo'qotishingiz mumkin, lekin siz o'zingizni yuzingizni hech qachon yo'qotmaysiz. Yuz tuzilish, sizni yuzingizdan tanigan odam hamma joyda sizni ishingiz zo'r bo'ladi deganim. Ya'ni biz mana nimalar qildik qadamlarda deganda, birinchi navbatda mana shu akkauntni analiz qilganmiz. Polностью suhbatlashganmiz. Mana raspakovka degan narsa bor. Juda ko'pchilik buni biladi, biz bilan ishlaganlar biladi, o'quvchilarimiz bilishadi va bizning fishkamiz desa ham bo'ladi, raspakovka. Ya'ni raspakovkada biz to'liq u odam qanaqa, shaxsiyati qanaqa, qadriyati qanaqa, hammasini o'rganib chiqamiz. U raspakovkada ma'lum bir savollar bo'ladi. U savol-javob formatda bo'ladi, ya'ni intervyu formatda bo'ladi. Men ko'pincha klientlar bilan, mijozlar bilan birga bir o'tirib qilamiz. Maksimalni tinchroq atmosfera yaratamiz bu uchun va u yoqda mana shu suhbatlashgan holatda shaxsiy savollar bo'ladi, ish bo'yicha savollar bo'ladi, umumiy kontekst uchun savollar bo'ladi, tarix, aynan ekspertni kelib chiqishi haqidagi savollar bo'ladi. Ko'pchilik mana shu aynan tarix, aynan biznesga kirib kelishi yoki sohaga kirib kelishi haqida kontent qilganda ba'zi tanqidlar bo'ladi. Hamma gapirib chiqdi, hamma gapirdi, lekin hamma har xil tarix gapirdi. Ya'ni sizda qarang, любой biznesni tarixi bor. Agar u biznesni tarixi bo'lmasa, u biznes yo'q hisobiga. Hammada bir xil bo'lmaydi. Sizni izyuminkangiz ham, ya'ni fishkangiz ham shu sizning tarixingizda. Hech kim sizni bosib o'tgan yo'lingizni bosib o'tmagan. Ya'ni Alloh hammaga alohida taqdir bitilgani uchun hammani o'zining yo'nalishi bor. Endi mana shu bosib o'tilgan yo'l, sizni kirib kelishingiz qanchalik qiziqarli bo'lsa, qanchalik mashaqqatli bo'lsa, qanchalik tajribalarga boy bo'lsa, sizni shaxsiy brendingiz shuncha effektivni bo'ladi, ya'ni shuncha odamlarga ta'sir qiladigan bo'ladi. Aynan mana shu raspakovka bu bizning birinchi qadamimiz. Endi keyingi qadamimiz qanaqa? Keyingi qadam bu aynan kontent strategiyasini tuzish. Juda ko'pchilik tap по пути qiladi-ku, bu unaqa narsa emas. Ya'ni shaxsiy brend qilish, blog yuritish по пути qilinadigan narsa emas. Buni strategiyasi bo'lishi kerak. Raspakovkadan kelib chiqqan savol javoblarni biz birlashtiramizda strategiya tuzamiz. Ya'ni mana Anisa Bayevada shaxsiy brend qilishdan maqsad nima?
Mana ko'pchilik hamada har xil. Masalan, kimdir aytadiki, qarang deydi. Meni klientim yo'q, men ishim yaxshi, lekin o'zimni ko'rsatib bera olmayapman. Unda og'riq klient yig'ish bo'ladi. Klientlarni tezroq chaqirib, jalb qilib turish. Ba'zilar qanaqa bo'ladi? Endi vizajistlar misolida aytayapman men. Ba'zilar mana вечерний obrazlar qilaveradi. Endi вечерний obrazlar nisbatan arzonroq, ya'ni kelin qilishdan ko'ra puli kamroq, ya'ni ular aytadiki, menga mana shu ishni qilaman, baribir kelinni lutchi qilay, ham reputatsiyasi balandroq, obro'si balandroq, ham puli yaxshiroq. Ya'ni hamma ham nimadir sohada ishlayaptimi, yaxshigina pul topay deydi. Ya'ni maqsad juda ko'pchilikda masalan pul. Ya'ni yaxshi motivatsiya bu pul aslida. Va mana shu ekspertni og'rig'idan kelib chiqqan holatda biz strategiya qilamiz. Ya'ni bizda qanaqa bo'lgan, ayniqsa klient ham zo'r, kelin ham zo'r, hamma mijozlar me'yorida. Biz endi juda ko'p ishlagani evaziga, ya'ni make-up bu shunaqa sohaki offline ish. Ya'ni siz qilsangizgina pul beradi sizga. Qilmasdan turib pul ishlab bo'lmaydi. Biz mana shu narsani ko'proq qanaqa qilib kamroq ishlab ko'proq pul topsa bo'ladigan narsani strategiyasini qilib chiqganmiz. Nima qilsak bo'ladi deb. Endi bu yoqda u yog'i mijozim bilan birga bir bo'ladigan suhbatlar, nima strategiya qadamlar. Ya'ni siz ham biz mana shuni yo'lini ko'rib chiqganmiz. Bu CVV kurslar bo'lishi mumkin. Bu narxni oshirish bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha hamkorlik bo'lishi mumkin. Hammada o'zini yo'nalishi bo'ladi. Ya'ni aynan content strategiyasini shunga moslab qilinadi. Sizga ko'proq o'quvchi kerakmi? O'quvchini jalb qilishingiz kerakmi? O'quvchiga kerakli content chiqarasiz. Sizga mijozni jalb qilish kerakmi? Mijozni jalb qiladigan content strategiyasi tuzasiz. Xuddi shunday mana o'zimda ham misol, menga klient kerak bo'lgan payti faqat klientga urg'u beraman. Ya'ni klientga bunaqa qilamiz, biz bunaqa qildik, odzivlar chiqariladi, o'shanga mos narsalar qilinadi. Qachon menga o'quvchi kerak bo'lgan payti, meni уже stories kontentim ham, reels kontentim ham mana shu o'quvchiga yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni nimadir o'rgataman, mana nimadir o'rgatib beriladi, avval bepulga nimadir narsa beriladi. Qo'shimcha mana senga informatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, yo shu narsa senga qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'l, kursga yozil, kel, qo'shil, mana shunaqa narsalar qilib turib, content strategiyani, ya'ni maqsadingizga qarab yo'naltirasiz. Bu ikkinchi qadamida. Uchinchi qadamimiz bu bizada mana strategiya tayyor bo'lgandan keyin biz sifatli content qilib boshlaganmiz. Ya'ni bu qanaqa? Aynan mana og'riqlar o'rganib chiqilgan-u, mana shularga prям качественный videoda mana o'ziga ishonch bilan, ko'zida ishonch bilan ekspert chiqib gapirgan. O'sha yerda biz katta auditoriya yig'ganmiz. Ya'ni buni tanlashni ham bilish kerak-da. Masalan, o'quvchi deyapmizmi? Ko'proq biz o'quvchini jalb qilamiz deyapmizmi? Ya'ni ularga foydali narsa berish kerak. CVV kurs deyapmizmi? Bu degani Samspe vizajist kursi-ya. Endi qarang, Samspe vizajist kursi kim uchun kerak? Bu yo'nalishni bilmaydigan qizlar, ayollar uchun kerak. Ularga nima ma'lumot berish kerak deganda, ularga lehko ma'lumotlar, konturni qanday surtish, ko'zni qanaqa qilib bo'yash, qoshni qanaqa qilib bo'yash, bular kichkina darslik. Mana video 1 minutgacha bo'lgani uchun u yoqda maksimal qisqaroq qilinadi, lekin effektivni qilinadi. Qilganda ham realni qilib ko'rsatiladi, yolg'ondan emas. Biz ham mana shunaqa natijani hech nimasini yarashtirmasdan turib bo'lgan mana shunaqa narsa. Biz bu taklif bilan chiqqanimizda ba'zi unaqalar vizajistlar orasida shunaqa gap bo'lganki, hamma sekretni ochib berish nima kerak bor, bu yaxshi emas degan narsa aytishgan. Qaranglar, любой sekretni ochib berganingiz bilan все равно u fishkani yoki u texnikani siz ko'rsatayotgan, siz bepulga reels formatda berayotgan ma'lumotni u odam uyida просто так makiyaj uchun ishlatadi. Ya'ni to'yga baribir sizga keladi, u sizni pulingizdan qiymaydi. Yoki u sizni 4 ta reelsingizni ko'rib yoki 10 ta reels, обучающий reelsingizni ko'rib turib, u bo'ldi, men vizajistman deb chiqib ertaga ish olib keta olmaydi. U все равно o'sha narsani sizdan oladi-ku. Mana ma'lumot, foydali narsani sizdan oladi, uni qo'llaydi. U ishlasa, u sizga nisbatan hurmati oshadi. Sizni yaxshi ko'rib boshlaydi. Yaxshi, mana shu aytdi, bu menga foydali bo'ldi deydi va har doim u make-up uchun borishni xohlasa, make-up unga kerak bo'lsa, u sizga boradi. O'rganish uchun kurs kerak bo'lsa, u sizga keladi, boshqaga bormaydi.
Chunki siz unga bepulga shunaqa narsalarni berdingiz. O'ylaydi, любой odam bu bepulga shunaqa zo'r informatsiya beryapti, bu puliga qancha narsa bersa kerak deb o'ylaydi va по-любому xizmatni sotib olishda ham, kurs sotib olishda ham sizni tanlaydi. Bu to'g'ri strategiyadan kelib chiqadi. Ya'ni bu to'g'ri tahlildan, to'g'ri strategiyadan kelib chiqadi. Bu bizning 3-qadamimiz bo'lgan. To'rtinchi qadamimiz bizda muntazamlik va monetizatsiya bo'lgan. Ya'ni bu qanaqa bo'lgan? Biz mana 2 oy ichida akkauntga 100 ming plus qo'shildi deyapmiz. 43 ming bo'lgan, ya'ni hozir 146 mingmi? 47 ming bo'pti ekan. Xo'p, biz nimalar qilganmiz? Bu obunachilar yig'ilishi uchun muntazam chiqarganmiz. Ya'ni biz mana shunaqa vaqtda boshlaganmizki, hozir to'g'ri sezon, mana hozir yoz faslida olinyapti bu video. Endi buni qachon siz ko'rasiz bilmayman. Ya'ni vizajlar uchun yoz fasli bu sezon. Ya'ni sezongacha biz tindirmasdan kontent olganmiz. Ya'ni u kelgan vaqt ajratgan, bu uchun tayyorlanganmiz. Ba'zi syomkalarimizga juda ko'plab soatlar ketardi, lekin bu uchun erinmasdi. Ya'ni Anisa Bayeva bu uchun mehnat qilishdan qochmasdilar va bu natija bergan. Natija bergani uchun ham bizada rezultat bo'lgan. Ya'ni biz mana muntazam chiqarganmiz. Samarqandda top ketavergan, hamma joyda rekomendatsiyaga chiqavergan, hamma o'shini yana ham ko'proq tanishni boshlagan va bu narsa bizga reputatsiya ko'tarilishiga juda katta yordam bergan. Ya'ni ko'pchilik qiladi, lekin juda ko'pchilik oxirigacha yetkazmaydi. Va bu muntazam chiqarganimiz, bu ishimizni natijasi qanaqa bo'lgan? Samarqandda top vizajist deganda, hozir hammani miyasiga birinchi bo'lib o'sha Anisa Bayeva keladilar. Bu o'ylaymanki, juda yaxshi rezultat. Bundan tashqari, o'sha mana cheklari oshgan. Va cheklari shunchaki emas, ya'ni o'sha bunaqa mana u kishining reputatsiyalari baland bo'lgani evaziga o'sha odamlar savdolashmaydi. Sizda ham masalan shunaqa. Agar siz sohangiz bo'yicha ekspert bo'lsangiz, u narsani chiroyli qilib yoritib bersangiz, sizga kelib savdolashmaydi. Bo'ladi, savdolash sunnat, so'raydi, bo'lmaydimi, arzon deydi, lekin juda ko'pincha sizdan unaqa kutishmaydi arzon qilishingizni. Masalan, o'zimda ham muntazam bo'ladi, qolib ketgani bo'ladi, chunki bizda baribir ko'pincha mijozlarning kontentlari birinchi o'rinda turadi. Ya'ni o'zimda ham mana shaxsiy brend qilganim uchun, odamlar o'zi meni tanigani uchun, boshqa uchun mendan o'zi arzon qilishni so'rashmaydi. Faqat nima qilib berishimni so'rashadi. Ya'ni men переговорlarda, uchrashuvlarga chiqqanimda mendan kamdan kam holatda arzon qilishni so'rashadi. Chunki o'sha reputatsiyangiz bor, o'sha sizni ekspert sifatida bilishadi, ishonishadi va nimalar qilib bera olishingizni bilishadi. Keyslarni ko'rib kelishadi-yu, o'shanda o'sha mijozlar skidka, arzon qiling unaqa narsa so'ramaydi. Demoqchi bo'lganim, mana shu Anisa Bayevada biz mana shu narsani qurib berdik. Hammasi etaplarda biz chuqur o'yladik, chiqdik, nimalar qilsa bo'ladi, qanaqa qilib ajralib chiqsa bo'ladi va bu o'ylaymanki 2 oylik proyekt uchun bunaqa natija, juda yaxshi natija. Mana bor, auditoriya yig'ayotganlar bor. Qanaqadir gifga qo'shilishadi, qanaqadir PR qilishadi, nimalardir qilishadi. Bizaniki unaqa bo'lmaganda, bizda prям reputatsion bo'lgan. Hech kimni yomon ko'rmagan holat, hech kimni yomonlamagan, hech kim bilan urushmagan holatda bo'lgan. Ya'ni ko'pchilik shunaqa gaplar ham bo'lgan. Biz mana shu narsani qilamiz deganda ba'zilar aytganki, "Yo'q, unaqa qilib bo'lmaydi. Shu birov bilan urushib chiqay, yo kimni gapirib chiqing, o'sha yerdan PR, chorni PR bo'lib turib, o'sha yerdan obunachi yig'sa bo'ladi" degan takliflar ham aytishar ekan o'sha sferadagilar. Hayron qolganmiz, u qanaqa bo'ladi, keyin uni qanaqa bir ekspert sifatida tan oladi degan narsa aytganmiz. Lekin bunaqa qilmasliklaringizni maslahat beramiz. Chorni PR, toji PR degan narsa bor, to'g'ri. Lekin men bu narsaga qadriyatimiz to'g'ri kelmaydi, bu narsaga qo'shilmayman. Ya'ni nimaga mana siz hozir chiqayotgan kontentlaringiz, qilayotgan strategiyangiz mana chiqyapsiz videoda. O'tiribdi, ertaga 10 yildan keyin o'sha narsani ko'rib turib uyalib qolmang. Mana shunaqa biz tavsiya beramizki, kurslarimizda ham shuni o'rgatamizki, unaqa kontentlar qilmanglar. Shart emas, sharmanda bo'lib chiqib keyin mashhur bo'lish shart emas, keyin o'shaning orqasidan auditoriya yig'ish shart emas. Uni to'g'ri yo'l bilan qilsa ham bo'ladi. Uni qadriyatga asoslanib, insoniylikni yo'qotmasdan turib
ham qilsa bo'ladi. Buni iloji bor. Biz qilyapmiz, o'xshayapti, zo'r bo'lyapti va shu narsani qilib turib odamlarga foydamiz tegayotganidan, bu narsani o'rgatib turib foydamiz tegayotganidan biz juda ham xursandmiz. Bu biz sizga hozir aytib bergan кейsimizda hech qanaqa sehr yo'q. Faqat to'g'ri ketma-ketlik bor. Ya'ni o'zi shaxsiy brend qilib berish qanaqadir sehr emasda, juda ko'pchilik aytadi, shunaqa qilsa bo'ladimi? Menda ham yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Mana qaranglar. To'g'ri ketma-ketlik zarur. Ya'ni mana ishladi degani hammada shunaqa bo'ladi degani emas. Bu yoqda avval eng birinchi o'rinda shaxsiyat turadi. Ya'ni o'sha shaxsiyatni, shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'lgan insonning o'zini shaxsiyati bo'ladi. Sizda hech qanaqa shaxsiyat bo'lmasa, biz sehrgar emasmiz, sizdan kimnidir yasab bera olmaymiz. Avval o'zingizda bo'lishi kerak bu narsa. Mana avval shaxsiyatni qilasiz, keyin pozitsiya qilasiz, o'zingiz uchun to'g'ri pozitsiya tanlaysiz, strategiya qilasiz, keyin esa mana shu narsani muntazam qilasiz. Qadam mana shu. Shaxsiyat, pozitsiya, strategiya, muntazamlik. Aynan mana shu qadamlarni bosib o'tsangiz, sizda ham albatta kuchli shaxsiy brend rivojlanadi. Endi mana shu ketma-ketlikni, mana shu qadamlarni to'liq qilib, qanaqa qilib o'rgansam bo'ladi, qanaqa qilib qilsam bo'ladi degan savol sizda bo'layotgan bo'lsa, biz o'zimizni shaxsiy brend va SMM kursimizda mana shu narsani to'liq qanaqa qilayotganimizni, nima etaplar bo'layotganini, har bir qadamning ichida yana qanaqa bosqichlar borligini, nima instrumentlar ishlatayotganimizni to'liq qilib o'rgatamiz. Bu kursimiz yaqinda уже sotib ochilgan, hozir yig'ilyapti, faqat juda ko'pchilikni olmaymiz. Agar siz ham mana Anisa Bayevaga o'xshab ishingiz bor yoki soha ekspertsiz yoki endi boshlayapsiz, mana shu yo'nalishda bo'lsangiz, sizga bu kursni taklif qilaman. Ya'ni endi boshlayotganlar uchun ham bu kurs zo'r. Nimaga zo'r? Chunki siz boshidan to'g'ri boshlaysiz-da. Agar boshidan qilib borsangiz, уже sizga mana shu etap hamma narsa yig'ilib borilaveradi. Va ular hamma instrumentlarni ishlatganingizda ertaga, например, siz 1 yilda erishayotgan natijaga siz 1 oyda erishasiz. O'shaning uchun ham agar kursimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, siz ham rivojlanishni, shaxsiy brendingizni o'zingiz yuritishni xohlayotgan bo'lsangiz, to'g'ri yuritishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastda link bor, ro'yxatdan o'ting. Savollar bo'lsa, sizga menejerlarimiz yana javob berishadi.